Tizzamga yomg'ir uradi, ko'zlarim uxlamaydi, ichimda kimdir yig'laydi. Qorong'uda yuraman sekin, hech kim sezmas ichimni meni. Kulishlarim soxta edi, buni faqat tunim biladi. Telefon jim, shonam sovuq, oynadagi men ham begona tuyular. Yuragim charchagan, gaplarim yashiringan, men yo'qolib boraman asta, meni hech kim eshitmadi. Siz hozirgina eshitgan qo'shiq hech qanaqa professional studioga tegishli emas. Men bu qo'shiqni sun'iy intellekt yordamida mutlaqo bepulga yaratganman. Bugungi videoda men sizga tayyor promptlar yordamida mutlaqo bepulga sun'iy intellekt yordamida 7 xil, 8 xil janrdagi musiqalarni yaratishni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga oddiy telefon yoki kompyuter qurilmasi kerak bo'ladi. Undan tashqari tayyor oldindan yozilgan promptlar kerak bo'ladi. Bu promptlarni, ya'ni shu videoda ishlatilgan promptlarni men sizga berishga tayyorman. Uni bemalol Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Telegram kanalimda bo'lsa, shu videoning opisiyaniyasida qoldiraman. Bemalol o'tib, promptlarni olib ishlatishingiz mumkin. U promptlardan tashqari bizga yana sun'iy intellekt dunyosida juda ham mashhur bo'lib borayotgan, aynan musiqachilar uchun, havaskor musiqa yaratishga qiziqadiganlar uchun ularni ya'ni joniga oro kirgan bir sun'iy intellekt bor. Uning nomi Suno AI. Shu Suno AI platformasidan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga telefon yoki kompyuter qurilmasi, tayyor promptlar va Suno AI sun'iy intellekti kerak. Endi biz kompyuterga o'tib olamiz. Demak, ishni boshladik. Xo'p, birinchi bizga oddiy brauzer dasturi kerak. Brauzer dasturidan biz shunchaki qidiruvga Suno AI deb qidiramiz va enter bosamiz. Bizga birinchi chiqqan o'sha suno.com saytiga kirib olamiz. Xo'p, endi xuddi shunaqa interfeys sizlarga ochiladi. Biz Suno AI sun'iy intellektidan foydalanish uchun oldin undan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tishda sizlarga o'sha email yordamida ro'yxatdan o'tishni maslahat beraman. Shunda nisbatan osonroq bo'ladi ishimiz. Xo'p, men o'zim akkauntimni tanlayman. Continue. Xo'p, endi ozgina rasmiy joylari bor. Yanvar, aytaylik birinchi kun, aytaylik prosta 2000-yil. Continue. Xo'p, aytaylik I am content creator. Shunchaki. Bo'ldi, yetadi, continue. Xo'p, bu yoqdan janr tanlab qo'yamiz, shunchaki birorta, lekin bu juda ham haligi qat'iy emas. Continue. Let's make your first song. Ya'ni keling birinchi qo'shig'ingizni yozamiz degan ma'noda. Continue. Xo'p, qo'shig'imiz qaysi ko'rinishda bo'ladi? Biz buni o'tkazib yuborsak bo'lar ekan, o'tkazib yuboramiz. Mana tayyor Suno AI platformasidan ro'yxatdan o'tib oldik. Endi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan bir joylar bor. Ya'ni biz mana bu qismda, ya'ni o'sha lyrics qismiga qo'shig'imizning matnini yozib olishimiz kerak. Men matnlarni avvaldan tayyorlab qo'yganman. O'sha yuqorida aytganimdek, Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin yoki o'zingiz ChatGPT yordamida yasashingiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. Xo'p, men bunga, ya'ni lyrics qismiga oldindan tayyorlab olingan matnimni tashlayman. Matn tunlar o'tadi degan ma'noda. Ya'ni tunlar o'tadi nomli matni. Yana tunlar o'tadi, ko'chalar jim qoladi, biz esa o'sha eski orzularimizni qidiramiz. Ya'ni bu GPT tomonidan yasalgan, iloji boricha o'sha qofiyalarga e'tibor bersanglar, yaxshi qo'shiq chiqish ehtimoli oshadi. Xo'p, aytaylik, men buni to'liqligicha olsam bo'ladi. To'liqligicha emas, keldi shu qismdan olishni boshlayman. Pastroq tushaman. Mana to'liqligicha olaman. Xohlasanglar o'qib chiqishingiz mumkin. Men to'liqligicha oldim va lyrics qismiga bu matnimni tashlayman. Tashladim mana, e'tibor bergan bo'lsangiz, tushdi to'liqligicha. Endi mana bu styles qismiga siz shu qo'shiqni qaysi janrda bo'lishi kerakligini, shu qo'shiqda o'sha qanaqa instrumentlar ishlatilishi kerakligi, atmosferasi, vibe qanaqa bo'lishi kerakligini tanlashingiz mumkin bemalol. Men ham o'sha 7 xil, 8 xil uslubda qo'shiq uchun prompt tayyorlab qo'yganman. Xo'p, buning uchun mana 7 ta yo'nalishda promptlar. Buni ham Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Birinchisi bu mana Summer Latin Pop. Bu shunaqa janr, ya'ni janri Latin Pop, Summer Dance. Bu ozgina o'sha
nima desa bo'ladi, odam kayfiyatini ko'taradigan musiqa turiga kiradi. Endi bu yoqda BPM bor. BPM bu tezligi deyishimiz mumkin. 118. Keyin o'sha qaysi o'sha muzikal instrumentlardan foydalanishi, notalardan foydalanishi, bu yoqda emotsiya. Happy, romantik va energetik. Ya'ni happy baxtli degani, romantik bu romantichеский, energetik bu tipa energiyaga to'la. Shunaqa ma'noda. Keyin mana prompt bu yoqda inglizcha prompt, ya'ni qanaqa o'sha aytganimdek atmosferasi qanaqa bo'lishi kerak, aytaylik vibe qanaqa bo'lishi kerak, shularni belgilab qo'yganman. Buni to'liqligicha olaman, boshdan oxirigacha. Mana. Yoki bunday qilib qo'ysam ham bo'ladi. Janr Latin pop, BPM, key, emotsiya, prompt mana to'liqligicha. Buni Ctrl C orqali nusxalab olaman va bu yoqqa tashlayman. Tashladim, mana menda hamma narsa tayyor. Endi qilishim kerak bo'lgan ish bu create, ya'ni yaratish. Bu tugmani bossam, menga Suno AI bir nechta variantlarni taqdim qiladi. Misol uchun 5 ta, 6 ta variantni eng kamida taqdim qiladi. Bu variantlar ichidan o'zimga yoqqanini tanlab olishim mumkin. Undan tashqari, Suno AI bizga 50 ta kredit beradi bir kunga. Bu bir kunga beriladigan 50 ta kredit yordamida biz to'liq 10 ta qo'shiq yasab olsak bo'ladi. To'g'ri, juda ham ko'p emas, lekin kam ham emas. Biz o'sha havaskor darajada o'zimizni talablarimizga mos bo'lgan qo'shiqlarni yaratib olishimiz mumkin. Xo'p, 50 ta kredit 10 ta qo'shiqqa yetadi. Buni create tugmasini bosaman va yaratish boshlanadi. Endi bu biroz vaqt oladi, o'sha internet tezligiga qarab. Qo'shiqlarimiz yuklanyapti. Yuklangandan keyin bu narsani eshitib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, birinchi qo'shig'imiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi buni eshitib ko'rishimiz mumkin. Play deb bosamiz. Yana tunlar o'tadi, ko'chalar jim qoladi. Biz esa o'sha eski orzularni qidiraman. Tunlar o'tadi, yurak o'tadi, kimdir ketadi, kimdir unutadi, ko'zlarda olov. Aytib qo'yishim kerak, ozgina haligi gapirishida muammo bo'ladi, chunki sun'iy intellekt tabiiy o'zbek tilida gapira olmaydi. Buni e'tiborga olamiz. Lekin mana qo'shiqni vibe uje odamni tortyapti. Uje tortyapti, eshitdinglar? Mana boshdan qo'ydim. Yana tunlar o'tadi, ko'chalar jim qoladi. Biz esa o'sha eski orzularni qidiraman. Tunlar o'tadi, yurak o'tadi, kimdir ketadi, kimdir unutadi, ko'zlarda olov ishda bo'ronlar. Sal kerakmi senga bo'lsa hayotadi, izlab oladi, aqlab narsani sekin oladi, yomg'ir ostida qolgan ovozlar. Hamon kelishlar qoldilar. Mana shunaqa ko'rinishda bu birinchisi edi. Endi ikkinchisini eshitib ko'ramiz. Yana tunlar o'tadi. Ya'ni har bir o'sha promptni yozib turib, create qilganimizda bizga 2 ta 3 ta variant beradi. Hozir bizda 50 ta kredit, endi 40 ta kredit qoldi. Ya'ni bu hozir 5 ta qo'shiqqa yetar ekan, 10 ta emas ekan. Men adashibman ozgina. Ko'chalar jim qoladi, yurak ketadi, kimdir ketadi, yomg'ir ostida, yomg'ir hidi kelar eski hovlilarda, xotira uradi shu musiqa singari. Vaqt to'xtamaydi, orzular uxlamaydi, biz katta bo'lib ketdik. Mana shu tartibda o'zingizga yoqqanini tanlab olishingiz mumkin. Endi menga ko'proq birinchisi yoqdi, qanaqadir buni vibe boshqacha edi. Shunisi menga ko'proq yoqdi. Xo'p, yaxshi. Bu yaxshi, faqat buni matnini yana olamiz, ya'ni chunki menda yangilaganimda o'chib ketdi. Lyrics qismiga yangi o'sha eski kechirasizlar, o'sha matnni qo'yamiz. Boyagi matnimiz bor edi-ku, she'rimiz. Shuni olamiz. Yana qaytadan qo'yamiz. Endi sizlarga qo'yish shart emas, menda yangilanib ketib qoldi. Endi bu stiliga keyingi stilni qo'yamiz. Biz hozirgina mana Summer Latin popni sinab ko'rdik. Endi keyingisi Cyberpunk Synth Wave degan ekan. Shunisini sinab ko'ramiz. Mana buni janri o'sha Cyberpunk, BPM 110, emotsiyalari futuristik, mysterious, lonely. Bu jicha ozgina haligi ma'yusroq tarona menimcha. Ctrl V, ya'ni propni tashladim.
matn joyida turaveradi. Prompt tashlayman va create'ni bossam, xuddi o'sha matndan umuman boshqa atmosferadagi, umuman boshqa vibe'dagi, umuman boshqa qo'shiqni chiqarib beradi. Endi create'ni bosamiz. Mana e'tibor bersangiz, pastda o'sha ikkita bundan oldingi trekimiz edi. Endi teparoq chiqadigan bo'lsak, mana ikkita yana umumiy 4 ta qo'shiq chiqarib berdi. Ya'ni mana bu upgrade for full song degani bu 1 minutlik. Buni sifati yaxshiroq bo'ladi, lekin buni to'liq ola olmaysiz. Ya'ni unga o'sha pulli tarifga o'tish kerak bo'ladi. Bizda bundan oldingi trekimizda o'sha pulli versiyalari ham bor edi, lekin biz uni eshitmagan ekanmiz. Qani qismini ko'ramiz. Yanına tunlar o'tadi, unutadi. Ko'zlarda olov, ichda bo'ronlar. Biz qaytdirikmi? Qani bunisi? Yana tunlar o'tadi. Ko'chalar jim qoladi. Kutadi, kimdir ketadi, kimdir unutadi. Shunaqa, bu bitta oldinginiki edi. Endi biz yangi o'sha hozirgi mana bu Cyberpunk Synthwave katta ehtimol bilan tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. Buni sinab ko'ramiz. Birinchi mana bu, birinchi tayyor bo'lganini. Ovozga e'tibor bering. Yana tunlar o'tadi. Ko'chalar jim qoladi. O'sha matn, lekin umuman boshqa atmosferada. Biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Tunlar o'tadi, yurak o'tadi, kimdir ketadi, kim olsa ham qidiramiz. Bu o'sha boya aytganimdek BPM pastroq, nisbatan sal o'sha ma'yusroq tarona. Endi buni pulli versiyasini eshitib ko'rsak. Yana tunlar o'tadi, ko'chalar jim qoladi. Biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Tunlar o'tadi, yurak kutadi, kimdir ketadi. E'tibor bersangiz, pulli versiyalarda nisbatan sifat yaxshiroq chiqyapti. Ovozda o'sha, ya'ni ba'zi bir so'zlarni talaffuz qilishi, undan tashqari o'sha musiqani vibe ham qanaqadir boshqacharoq pullilarda. Yaxshi, buni ham sinab ko'rdik. Endi bizda yana 4 ta 5 ta variant bor. Katta ehtimol bilan biz yana 3 ta yo'nalishni sinab ko'rishimiz mumkin. Pastroq o'tamiz. Bizda anime rock opening bor ekan, chill coffee house jazz bor ekan, keyin Brazilian funk bor ekan, medieval fantasy cinematic, lofi, sad, guitar. Xo'p, biz birinchi aytaylik, mayli anime rock openingni sinab ko'ramiz. Ya'ni buni promptini olamiz. Matn o'zgarmaydi hech qanaqa, faqat bu prompt o'zgaradi. Bu promptni ham mana hammasini tashlab turib, o'chirib, yana yaratish tugmasini bosamiz. Va keyingi qo'shiqlar ham yaratilishni boshlaydi. Boya aytganimdek, har bitta qo'shiq uchun 4 tadan bizga variant beryapti. 4 ta variantdan birorta o'zimizga yoqqanini tanlab olishimiz mumkin. Endi bu boshqa janr, anime rock opening stilida ekan. Ko'chalar jim qoladi, biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Tunlar o'tadi, yurak o'tadi, kimdir ketadi, kimdir unutadi. Ko'zlarda
Endi bu rock janrida orqada o'sha gitaralarni ovozini eshitishingiz mumkin bemalol. İşte bu onlar biz hallettirdik mi singen bolsak ham tunlar o'tadi izlab bo'ladi akşamlar sekin oladi yomg'ir osti Yaxshi, bizda pulli versiyalar ham tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. yana tunlar o'tadi ko'chalar jim qoladi biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Tunlar o'tadi, yurak ketadi, kimdir ketadi, kimdir unutadi. Ko'zlarda olov, ishda bo'ronlar, biz hali tirikmiz, singan bo'lsak ham. Tunlar o'tadi, izlab qoladi, hamma narsani sekin oladi. Yomg'ir ostida qolgan ovozlar, bir kun qaytadi yana yonimizga. Ko'chalarda neon, yuraklarda muz. Kimdir boy bo'ldi, kimdir hali hanuz. Telefon yorug'i, lekin qalb qorong'i. Hamma online bugun, lekin ishdan yolg'iz. E'tibor bersangiz, haqiqiy odam aytganga o'xshaydi. Hech qanaqa studio kerak emas, hech qanaqa montaj kerak emas. Shunchaki to'g'ri tanlangan prompt va tekin bo'lgan sun'iy intellektdan foydalanish yordamida shunaqa bir ajoyib atmosferadagi qo'shiqlarni chiqarish mumkin bo'lyapti. Yaxshi. Xo'p, anime rock stili menga juda ham yoqdi. Buni atmosferasi boshqacha ekan. Kelinglar endi boshqa, ya'ni o'sha jaz janridagi musiqani tinglab ko'ramiz. Xo'p, buni ham promptini olamiz. Bu promptlarni Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Mana bu yoqdan hammasini o'chirib tashlagan holatda yangiladim. Bu Chill Coffee House Jazzga. Endi yaratamiz. Mana yana yangi 4 ta yaratilishi boshladi. E'tibor bersangiz, kreditlarimiz ham ko'payib qopti. Adashmasam, o'sha 10 ta 15 ta qo'shiqqa yetib qolar ekan. Men boya adashmagan ekanman. Yomg'ir ostida, yomg'ir ostida, yomg'ir ostida. Bitta o'sha tekin versiyadagi to'liq qo'shiqni eshitib ko'ramiz. Undan keyin pulli versiyadagi to'liq bo'lmagan qo'shiqni eshitamiz. Lekin pulli versiyalar ajoyib atmosferada chiqyapti. Menimcha birinchisi tayyor bo'ldi. Yana tunlar o'tadi, ko'chalar jim qoladi. Biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Tunlar o'tadi, yurak ketadi, kimdir ketadi, kimdir unutadi. Ko'zlarda olov, ishda bo'ronlar. Umuman boshqa, kechirasizlar, bir xil matn, lekin umuman boshqa atmosfera. Matn o'zgargani yo'q, shunchaki prompt o'zgaryapti va umuman boshqa atmosfera. Endi pulli versiyasini eshitib ko'ramiz. Xuddi shu jazni. Yana tunlar o'tadi, ko'chalar jim qoladi. Biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Qani boshqasini? Yana tunlar o'tadi, ko'chalar jim qoladi. O'tadi. Menga lekin birinchisi ko'proq yoqdi. Shunaqa jazam, ajoyib stil. Endi keyingisi bu Brazilian Funk Club. Buni olamiz, promptini hammasini o'chiramiz va tashlaymiz. Great. Va yana yangi 4 ta qo'shiq tayyorlab beryapti. Menimcha birinchisi tayyor bo'ldi. Buni eshitib ko'rishimiz mumkin. Qani? Yana tunlar o'tadi, ko'chalar jim qoladi. Biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Tunlar o'tadi, yurak o'tadi, kimdir ketadi, kimdir unutadi. Ko'zlarda olov, ishda bo'ronlar, biz hali tirikmiz, singan bo'lsak ham. Bu jazdan juda katta farq qilar ekan. Brazilian Funk Club.
Qani pulli versiyasi. Umuman boshqacha stilda. Kim qo'lladi biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Tunlar o'tadi, ishda bo'ronlar. Biz hali tirikmiz singan bo'lsa ham. Tunlar o'tadi, eslar qo'lladi. Vaqt hamma narsani sekin oladi. Yomg'ir ostida qolgan ovozlar. Bir kun qaytadi yana yonimizga. Ko'chalarda nov, yuraklarda muz. Kimdir boy bo'ldi, kimdir hali hanuz. Telefon yo'rug'i, lekin qalb orug'i. Hamma onlayn bugun, lekin ishdan yolg'iz. Ketgacha boshqa edi. Buni atmosferasi umuman boshqacha ekan. Umuman boshqacha. Zo'r. Xo'p, keyingisi Medieval Fantasy Cinematic. Ctrl C tanlab olamiz va buni tashlaymiz, o'chirib yuboramiz. Ctrl V. Create. Xo'p, bizda endi tepada ikkita tayyor bo'ldi. Lekin bu safar 4 ta emas, nimagadir. Mayli, ziyoni yo'q. Menimcha tayyor bo'ldi bittasi. Buni eshitib ko'rishimiz mumkin. Yana tunlar o'tadi, ko'chalar yo'qoladi. Biz esa o'sha eski orzularni qidiramiz. Tunlar o'tadi, yurak o'tadi, kimdir ketadi, kimdir unutadi. Ko'zlarda olov, ishda bo'ronlar. Biz hali tirikmiz, senga bo'lsak ham. Qolib ketdi eski orzular, yomg'irda. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta matn, lekin 6 xil, 7 xil janrdagi musiqa. Va'da qilgandek, sizlarga Suno AI platformasi orqali musiqalar yaratishni ko'rsatib berdim. Bizga kerak narsa bu tayyor matn, prompt va Suno AI platformasi. Platformada ro'yxatdan o'tishni ko'rsatdim. Matn va promptlarni bo'lsa, Telegram kanalimizdan topishinglar mumkin bo'ladi. Qaysi janrdagi musiqa yoqqanini kommentlarda yozib ketishinglar mumkin. Undan tashqari, agar qo'llab-quvvatlasanglar, keyingi videomiz aynan mana shunaqa turdagi promptlar qanaqa yozilishi bo'yicha bo'ladi. Agar xohlasanglar, keyingi videoda xuddi shunaqa promptlarni qanaqa usulda yozilishi, nima orqali yozilishi, nimalarga e'tibor berish kerak, shularni ko'rsatib o'taman. Ya'ni hozir bu yerda cheklangan 6 ta yoki 7 ta prompt bor xolos. Lekin siz keyingi videomizda bemalol shunga o'xshagan promptlardan o'zingizga xohlagan usulda, o'zingizga xohlagan janrda, cheklanmagan miqdorda yaratib olishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy ChatGPT yoki Gemini sun'iy intellektlari yordamida. Sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, komment yozing, do'stlaringizga ulashing. Salomat bo'ling.